ekologiyadagi o'zgarishlarni ko'pincha biz internetda ko'rardik, lekin uzoqda ko'rinadi. Hozir mana O'zbekiston aholisi ham mana oxirgi haftada hamma o'zini hayotda his qilyapti. Yer bitta. Hammamizning hayotimizga ta'sir qiladigan narsa. Shuning uchun buni oldini olish, buni juda bo'lmasa sal bo'lsa ham kamaytirishga harakat har bir inson o'zi boshlashi kerak. Hammamiz oddiygina daraxt ekishdan boshlasak, juda bo'lmasa shu ekologiyaga o'zimiz hissamiz qo'shgan bo'lamiz. Shuning uchun ham aynan maktablardan boshlashga buni harakat qildik. Mana bizning vazirlik tizimi xodimlari Toshkentdagi eng og'ir ahvolda bo'lgan maktablarimizdan birini tanladik. Mana 255-maktab Yashnobod tumanida bir hafta davomida ishlab berdik. Loyihasini qildik. Loyihasini ham shu O'rmon xo'jaligi qo'mitasini mutaxassislari bilan qildik. Ya'ni bizani iqlimga mos bo'lgan qanaqa daraxtlar kartasi qilingandan keyin buni sug'orish tizimi ishlab chiqarildi. Sug'orish tizimi ishlab chiqarilib, mana markazlashgan holatda har bir daraxtgacha yetarli o'sha mineral o'g'itlar boshqalarga yetib boradigan tizim qilinyapti. Maqsad nima? Maqsad haqiqatda bu yerda bog' qilish. Xuddi shunaqa joylardagi hamma maktablardan ham iltimos qilganmiz, shuni bir tashabbusni bir yangicha yondashinglar, mehr bilan yondashinglar. Avvalgidek faqat shu topshiruv nuqtai nazaridan emas deganmiz. Shuning uchun ko'ramiz, har bir hududda o'zini bir qanaqadir tashabbus chiqadi va biz yil oxirida eng yaxshi tashabbus ko'rsatgan, eng chiroyli shuni amalga oshirgan maktablarga o'zimiz tomonidan rag'batlantirish beramiz. Daraxt ekishning ikki eng yaxshi kuni bor edi deydi xalqimiz. Biri bu 15 yil avval, ikkinchisi bugun. Umuman olganda bugun o'rmonzorlashtirish, yashillik juda ham muhim va bugun ko'rib ko'z quvonadi. Bolajonlar ertaga maktabni, deylik, o'sha ta'tildan qaytishlari bilan bu yerdagi bog'ni ko'rib xursand bo'lishadi va ulardan bir qadam oldindagi avlod, demak, tabiatga befarq emasliklarini his qilishadi, xulosa qilishadi.